Muallim o'quvchilarga uydan sho'xli elib kelishni buyuribdi. Hamda o'zi yoqtirmaydigan kishining soni bo'yicha sho'xlidan elib so'mkasiga selishni tapalabdi. Har bir sho'xla balalar o'ch ko'radigan bir kishining ismiga vakillik qiladi ekan. Ba'zi balalar 2 tal sho'xla olibdi. Yana ba'zilari bo'lsa 5-6 tal sho'xlini tanlabdi. Topshiriqning vaqti bir hafta ekan. Sho'xlalar balalarning so'mkasidan mijilib, sesiq purashqa boshlabdi. Ba'zi balalar hatto sesiq puraqiga chidayolmayli qolibdi. Oxiri topshiriq o'rindiladigan vaqtmi to'shibdi. Muallim o'quvchilardan bu sho'xlalarni bir hafta ko'tarib, "Nimani his qildinglar?" deb so'rabdi. Balalar sesib ketgan sho'xlaning puraqiga chidayolmaganligini, sho'xla ko'p elib olgan balalar bo'lsa, uning sesiq puraqidan boshqa yana eg'irligidan ko'tarolmay yurganligidan qaqshabdi. Muallim: "Bu xuddi sizlar yaxshi ko'rmaydigan kishini yuraginglarda saqlaganga o'xshaydi. Uningdan chiqqan sesiq puroq yuraginglarni bulg'aydi. Hamda sizlar nega borsanglar elib yurishga majbur bo'lasizlar. So'mkanglarda faqatli bir hafta turgan sho'xlining sesiq puroqiga chidayolmadinglar. Unda bo'lsa, yuraginglarda saqlagan shu o'chmanlikni umringlarning oxirigacha saqlasanglar, qanchalik yuk bo'lib ketar, qanchalik sesib ketar, qanchalik echib ketadiganligini tasavvur qila olamsizlar?"